Assalomu alaykum bitta ishimizni yakunladik. Inshaalloh bu yerga Redmi brendidan ikkita eshik bitta ram qo'yib berganmiz. Eshik razmeriga keladigan bo'lsak, 1.24 ga 2.46 dan ikkita eshigimiz bo'lgan. Romimizga keladigan bo'lsak, 1.65 ga 1.31 bo'ldi. 20 padakonlarimiz bilan. Redmi brendidan shu ko'rib turgan eshiklar 5600 mingga bo'ldi. Ligirovka go'zal holatda. Turецкий open doors ramolardan qo'yilgan. Ligirovka ideal holatda. Bu yerda ham bitta eshigimiz. Ichki tomondan ko'rinishlari. Aytganimiz padakonlari bilan romlarimiz termo turishlarni qo'yib berganmiz. Chaqiradigan akalarimizga inshaalloh go'zal holatda chiqdi. Padakonlarimiz bilan. Bunga shunaqa xizmatlar kelaveramiz. 99 bo'limi 007 82 92 nomerlarga murojaat qila olasizlar.